Jasur? Ishxonamizda kalamush paydo bo'libdimi, ha? Tushunmadim. Tushunmadingmi? Nima deysiz, aka? Brat, korobka menga yoqdi. Juda ham sifatli, zo'r, menga yoqdi, chiroyli. Aka, bir taklif bor-da sizga. Bundan zo'riroq. Puli ham yaxshi. Faqat bu yerda emasda, tashqariga chiqing, men sizga lokatsiyani tashlayman, bafurga gaplashib olamiz. Ha? Nechta, nech pul, qanaqa hammasini tushunasiz. Men safardaligimda o'zingni shaxsiy mashinangiz zakazlarimizni ortib, klientga olib boribsan. Qani uni pullari? Nima? Meni bilmaydi deb o'yladingmi? Jasur, ishga kirmoqchi bo'lib kelgan payting esingdami? Aka, oldingizga ish so'rab keldim. Hozir xodimlarimiz ko'p. Ishga ola olmaymiz ukan. Aka, iltimos, yo'q demang, bolalarim bor. Ishsiz qoldim. Faqat yo'q demang. Qo'limdan hamma ish keladi. Uyaltirmayman. Siz nima desangiz, o'shani qilaman. Aka, halol bo'laman. Sizga pand bermayman. Shu sohada ishlaganmisan o'zi? Ha, tipografiyada menejer bo'lib ozgina ishlaganman, aka. Bunaqada ertadan ishni boshlayman. Bu ishxonada oilaning eng ko'pini senga berib o'tdim. Lekin sendan kutmagan edim. Bu ishxonada seni boshqa qorayni ko'rmay. Qurib etdim.